Turkiyaning Usmoniylar saltanati sultoni Sulton Ahmad. Sulton Ahmad 13 yoshida sultonlik maqomiga erishib taxtga o'tirdi. U sulton bo'lishiga qaramasdan judayam o'zini ma'sum bir tutuvchi musulmon kishi edi. Uning ustozi Mahmud Xudoyi hazratlar edi. Sulton Ahmad masjidini qurdirdi. Ayo Sofiyani yoniga Sulton Ahmad madrasasi tushdi. Shunda so'rashdi, nimaga Ayo Sofiyani oldiga Sulton Ahmad masjidi qurilyapti deb. Sulton Ahmad aytdi, men har bir g'ishda Bismillahirrohmanirrohim degan Allohning zikri bilan qurilgan, islom uchun maxsus tayyorlangan bir masjid bo'lishini, har bir mo'min unda halovat topishini xohlayman dedi Sulton Ahmad. Bir kuni Sulton Ahmad ustozi Mahmud Xudoyiga xat yozdi. Men bor davlatimdan, sultonlik taxtimdan kechmoqchiman va Alloh yo'lida tarki dunyo qilib o'zimni ilmga va Allohga qullikka bag'ishlamoqchiman dedi. Shunda Mahmud Xudoyi hazratlari, siz sulton bo'la turib, butun dunyo ne'matlari poyingizda turganda Allohga qullik qilib, uni ibodatlarini mukammal bajarib, unga mo'min musulmon sulton bo'la olarkansiz. Bu dunyoda Allohning sevimli bandasi va cheksiz iymon sohibiga aylanasiz, dedi Mahmud Xudoyi hazratlari.